odam bilan kambag'al odamni nima farq qiladi? Boy va kambag'al odamning asosiy farqi bu ularning dunyoqarashi. Boylik faqat pulda emas, balki fikrlash tarzida. Boy odam imkoniyat ko'radi, kambag'al esa to'siq. Boy odam pulni ishlatadi, kambag'alni esa pul uni boshqaradi. Odamlar orasidagi eng katta aldab kelinayotgan narsa nima? Mukammal hayot yo'q. Odamlar ideal hayot ko'rsatadi, lekin har bir insonda muammolar bor. Pul baxt bermaydi. Pul odamga mansab yoki moddiy boylik beradi. Lekin ko'p boy insonda ham muammolar bor. Vaqt hammaning tili degan fikr. Ko'p odamlar keyinroq hayotimni o'zgartirib olaman deb o'ylashadi, lekin hayotda eng qimmatli narsa bu vaqt. Dunyodagi eng ideal odam kim va nega aynan u inson? Dunyodagi eng ideal odam Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Nega? Chunki u nafaqat mukammal axloq sohibasi, balki rahbar, otasi, do'sti va ustozi sifatida ham eng ideal inson bo'lgan. U adolatli, mehribon va kamtar bo'lib, hatto dushmanlar ham uning rostgo'yligini tan olgan. Uning hayoti haqiqiy insoniylik va iymon namunasi.